Nima qilishdi? Tuyamni o'g'irlashdi. Shu rostmi? Rost, Amiril Mo'minin. Unday bo'lsa, Allohning hukmi ila jazo olasiz. Tuyani nima qildingiz? Uni so'ydik, yedik, yedirdik. Bunga nima majbur qildi? Gapir, undan qo'rqma. Och edik, Amiril Mo'minin. Ochlik majbur qildi bizni. Qo'l ostingdagilarni och qoldiryapsanmi, Xatib? Kuch va quvvat faqatgina Allohdandir. Marhamating qayoqda qoldi? Ishlatib, keyin och qoldirasanmi? Alloh harom qilganlarini yesalar ham ular uchun haloldir.